himoya qilamiz. Kimga yo'lolmay qolib bittani? Laylamidi? Sherbekjon o'yinni tark etamiz. Yana aylantirib qo'yamiz. Shu qolgan bakalashkalarni bittani har biri chiqqan ishtirokchi bittani olib chiqib ketadi o'zi bilan birgalikda. Turg'un aka. 2 kishiga yetmay qoldi. Kimdir 2 ta olib qo'ydi. Mana men qizam olmay qoldi. To'xtanglar, san'atkorlar shoshmanglar. Nechta bakalashkasi qolqon nechta? Kam bo'lsa yana bitta qo'yasizlar. 10 ta ishtirokchilarimiz 11 ta, to'g'rimi? 10 tami? Oyoq ishlatmaysiz yigitlar, oyoqni ishlatgan yigitlarimizdan o'yinni tark etadi. Hushyorlik bilan o'ynaymiz, hushyorlik bilan. Qizlar sha'nni himoya qilamiz. Davom etamiz, aylanib o'ynaymiz. Ishtirokchilarni qarsaklar bilan olqishlab turamiz. Aylanib. Qaysi ishtirokchimizga qolib yetmay qoldi? Kimda qolib yetmay qoldi? Marhamat, Nargizaxonni kuzatib qo'yamiz. Qolgan ishtirokchilarni to'plarni joyiga aylanish shaklida tizib olamiz, aylanish shaklida. Oyoq ishlatmaymiz, oyoqlarni tekizmaymiz. Kengroq olamiz, davrani kengroq olamiz yigitlar. Davrani kengroq. San'atkorlar to'xtanglar, halimas. Qo'yinglar. Yigitlar, iltimos qilamiz, yigitlarga xos o'ynanglar. Mana qiz bolalar 1 metr masofa saqlaylar, iltimos. Tiqilmanglar, bakalashga qo'ydik. Mana qizlarimiz to'g'ri tushunyapti. 1 metr masofa saqlab o'ynaylik, iltimos. O'yin qiziq chiqadi. Kengroq olamiz. Kimda kim yaqinlashib qo'ysa ishtirokchimiz o'yinni tark etaveradi. Qarsaklar bilan olqishlab turamiz. Yaqinlashmaymiz, bakalashga yaqinlashmaymiz. Uzoqroq o'ynaymiz, uzoqroq. 1 metr masofa saqlaymiz, 1 metr. Qarsaklar bilan olqishlaymiz. Davom etamiz. Elbrus, davom etamiz. Yashang. Elbrus. Davron tark etasiz, iltimos. Men ta'kidlarim aytib o'tdim. Yaqinlashmaydi. Elbrus birinchilardan bo'lib yaqinlashib oldik o'yinni bo'lyapti. Elbrusni kuzatib qo'yamiz. Qolgan ishtirokchilarga kimda kim mana shunday Elbrusga o'xshab harakat qilsa, ishtirokchimiz mana shu o'yinni tark etadi. Yigitlar sha'nini himoya qilamiz. Bitta vakalashga qon olib chiqib ketamiz. Kengroq olamiz, davrani kengroq olamiz. Yigitlar sha'nini himoya qilamiz. Bushmasdan o'ynaymiz. Diqqat bilan o'ynaymiz, diqqat bilan. Kengroq olamiz, davrani kengroq olamiz. Qarsaklar bilan o'xshab turamiz. Mana shu yigitimiz, rahmat. Mana shu yigitimiz o'yinni tark etadi. Oyoq bilan bosib oldi. Qolgan ishtirokchilarimiz bitta bakalashga olib chiqib ketadi. Ishini ortiqchasini chiqarib. G'urramlik qilmasin. Nechta qoldi? Hisobga to'g'ri bo'lsin. Ishtirokchilarimiz nechta? 7 taga 6 ta bo'lyaptimi? Bu yerda 8 kishi bor-ku, Turg'un aka. Kengroq qilamiz. Qopqonlarni ham kengroq qilib, o'zimiz ham kengroq o'ynaymiz. 1 metr, kamida 1 metr masofa saqlaymiz. Qizlar sha'nini himoya qilamiz. Barchinoylar sha'nini, avtobuslar sha'nini himoya qiladi. Olqishlab qarsak chalib turamiz chiroyli qarsaklar bilan. Oqshomlar boramiz. Yigitlar oyoqni tekizmaymiz. Yashang, salomat bo'ling. Turg'un aka, ana singlimizga tegmay qoldi. Turg'un aka. Davrani tark etamiz. Bitta bakalashgan qopqon olib, davrani tark etamiz. Salomat bo'ling. Turg'un aka, shu yigitga ogohlantirish bering, oyoq bilan olyapti. Mana shu yigit. Var ko'rib chiqadi hozir. Qizlar sha'nini himoya qilamiz. Kengroq olamiz, davrani kengroq olamiz. Davrani kengroq olib o'ynaymiz. Yashang. 1 metr masofa saqlaymiz, 1 metr. Yashang, qizlar. Diqqat bilan o'ynaymiz. Yigitlar bo'sh kelmaymiz, yashang, salomat bo'ling do'stim. Bitta bakalashga qopqon olib chiqib ketasiz o'zi bilan birgalikda. Qolgan ishtirokchilarimiz
kelgan joyidan davom ettiramiz. Aylana shaklida tuzib olamiz, aylana shaklida. Ko'rib guvoh bo'lib turganingizdek, mana diqqat qilamiz. San'atkorlar. Ko'rib guvoh bo'lib turganingizdek ishtirokchilarimizdan 3 nafar qiz ishtirokchilarimiz, 3 nafar yigitlarimizdan 6 ishtirokchimizga 6 ta omad tilaymiz. Qizlar sha'nini himoya qilasiz, yigitlar alpomushlar sha'nini himoya qilasiz. San'atkorlar chiroyli musiqalar bilan olqishlab turamiz san'atkorlar. Yasha. Onajonlar qarsak chalib turamiz. Qizlar bo'sh kelmaymiz. Yigitlar bo'sh kelmaysizlar. Qizlar bo'sh kelmaysizlar. Alpomushlar bo'sh kelmaylar. Aylanib o'ynaymiz. Aylanib o'ynaymiz. Qo'llarni yuqoriga ko'tarib o'ynaymiz. Yashang, salomat bo'ling. Mana shu ishtirokchimizga Javohirjonga omad tilaymiz. Davom etamiz kelgan joyidan. Yigitlar, qizlar bo'sh kelmasdan o'ynaymiz. Qizlar sha'nini himoya qilamiz. 1 metr masofa saqlaymiz. Top. Oyoq tekizmayman. Yashang do'stim, salomat bo'ling. Ana endi ukamiz ismi kim edi? Sherbekjon, o'zingiz mana shu yigitlarni, hamma yigitlarni sha'nini himoya qilasiz, chunki qarab ko'rib turibmiz, 3 nafar qizlarimizdan, 1 nafar yigitlarimizdan qoldi. Diqqat bilan o'ynash sizga taqdim etiladi Sherbekjon. Diqqat bilan o'ynaymiz. Qarsaylar bilan olqishlab turamiz. Yigitlar qani Sherbekjonni qo'llab-quvvatlab turamiz. Qarsaylar turamiz. Yashang. Qizlar bo'sh kelmaymiz. Davom etamiz. Kelgan joyda davom etamiz. Yashang. Davom etamiz. Onajonlar qarsay chalib turamiz. Qo'llab-quvvatlab turamiz. Salomat bo'linglar. Salomat. Ana endi 2 nafar qizlarimizdan, Barchinoylarimizdan 2 nafar, Alpomush yigitimizdan 1 nafar ishtirokchimiz qoldi. Uchrasiga 3 ta omad tilaymiz. Onajonlar qo'llab-quvvatlab turamiz. Bo'sh kelmasdan davrani kengroq olamiz. Qo'llarni ko'tarib o'ynaymiz. Yasha. Musiqaga bos o'ynaymiz, musiqaga bos. Yevali. Sherbekjon qo'llarni ko'tarib o'ynaymiz. Yashang. Davom etamiz. Qani davom etamiz. Sherbekjon bo'sh kelmaymiz. Qanchalar bilan salomat bo'ling singlim. Ana endi bitta qopqog'imiz qoldi. Sherbekjon bilan kim? Muhammadjon bilan kim? Albatta mana shu ikkala ishtirokchimizni qo'llab-quvvatlab turamiz. Davrani kengroq olib. Ana endi haqiqiy o'yin endi boshlanadi. Bo'sh kelmasdan, diqqat bilan chiroyli tarzda o'ynaymiz san'atkorlar. Chiroyli musiqalar bilan olqishlab turamiz. Davrani kengroq olib o'ynaymiz. Yashang. Qo'llarni ko'tarib o'ynaymiz. Muhammadjon qo'llarni ko'tarib. Balay. Davom etamiz. Yashang, salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar. Azizlar, mana shu chiroyli kayfiyatda bugungi oqshomda bugungi ajoyib davramizni davom ettiramiz. Yoshlarimizga yana bir bor bugungi bayram, bugungi oqshom muborak bo'lsin deymiz. San'atkorlarga navbatni berishdan oldin mana shu davramizda yana bir ajoyib ishtirokchilarimiz, juftliklarimiz bugun tabrik so'zlariga shay turibdilar. Davramizga hurmat va ehtirom bilan sizlar